Alaykum, hurmatli patsientlar. Bugun bir ishxonadan sizlarga keys ulashmoqchiman. Xullas patsientkamiz kelgan. Ularda mana qaranglar, yurak detoksi bilan kelgandagi ahvoli. Bolacha necha yashar ojonsi? 4 yosh bolacha. Nima shikoyat bilan kelgansizlar ojonsi? Kelganimizda shikoyatlarimiz juda ko'p edi. Hozir endi masalan birinchi shu lecheniyadan keyingi o'zgarishlar. Yo, avval bezovta qilayotgan narsalardan boshlasangiz, yaxshi. Mayli, ko'p bo'lsa ham, juda ko'p bo'lsa ham, endi o'zi menga bari shunaqa buketlar keladi. Ko'p bo'lsa ham nimalar mana основной Bola o'ta asabiy. Keyin ovqat yemay qo'yganida, umuman hech narsa yemay qo'yganida, keyin siydagida muammo bor edi, katta hojatida muammo bor edi. Nima bo'lardi katta hojatida ojonsi? Katta hojati shu qo'yda qumaloqga o'xshab. Qo'yda qumaloq. Siydagida nima bo'lardi? Siydagi rangi qizilga yaqin bo'lib, ya'ni to'q bo'lib, hidi juda bir yomon. Hidi yomonida. Xo'p. Uyqusi yaxshi emas edi. Uxlamasdan ham yuraverardi даже. Keyin kechasi ko'p bezovta bo'lardi. Kechasi tanasi, terisi ko'p qichishib chiqardi. Xo'p. Ertalabda og'zidan hid kelar edi. Keyin ertalabda qorni og'rir edi. Qorni og'rirdi, og'zidan hid kelardi, qusardi, bola tez agressiyasi kuchli-da. Azizlar, bu bolaga tekshiruvlar qildirganmiz. Mana birinchi tekshiruvimda siydida detoksini buzilishi mana. Keyingi sistemniy vоспаление ko'ryapsam, hamma markorlar bo'lgan. Bemorda mochevina 3,2 va kreatin baland o'zining yoshiga nisbatan. Endi mikroelementlar past va bilirubinni qaranglar 47,2 chiqqan, bog'lamagan 2 oy ham oshgan. Belok past, laktat qonda baland bo'lgan, demak anaerobniy glyukoz kuchli bo'lgan bolada kislorod yetishmovchiligi va NSA, ya'ni neyrovоспаление markorlardan biri. Normada bu 15 gacha bo'lish kerak, aniqroq 10-11 atrofida bo'lish kerak. Bolada 23 chiqqan. Vitamin D past chiqqan tekshiruvlarimizda va virus nagruzka epishtem bar chiqqan mana. Limfatit baland, chunki bilamiz virus nagruzkada bizda limfatit ortadi. Gematokrit sredniy объем past bo'lgan bolada, gipoksiya bo'lgan, kamqonlik bo'lgan. Undan keyin buni tekshiruvlar qildirgandan keyin birinchi etap lecheniyani yozganman. Birinchi etap lecheniya, ya'ni birinchi ozgina jigar detoksini yaxshilash. Bu yerda jigar detoksi, buyrak detoksini yaxshilashdan boshlaganmiz, chunki o'zi tashxisida Seger parazitoz, neyrovоспаление, virusni yuklama, jigar detoksini buzilishi, surunkali pielonefrit va giperbilirubinemiya. Va bolada men sindrom Gilbertga podozreniya qilib topshirtirdim mana, va bunda sindrom Gilbertning ikkinchi tipi chiqdi, ya'ni heterozigotniy tip chiqdi. Shuning uchun bunda ko'proq o'zi bilirubin oshishga va mana bu klinik simptomlar paydo bo'lishga moyil. Shuning uchun ham bemorni davolaganda albatta bilirubinning miqdoriga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Birinchi etap lecheniyadan keyin mana tekshiruvlar, mana bilirubin necha edi birinchisida 40 nechamida 978 ga idealga mana tushgan. Mana sidik tahlillarni ko'ramiz. Sidik tahlillari demak idealga tushgan. Mana sidik juda ham yaxshi, lekin hali qaranglar, mochevina 3. Mochevina 4 dan kam bo'lishi bu amyakdan zaharlanish degan. Hali bu bilan ishlamadik va kreatinin hali ham balandroq. Garchi buyrakda o'zgarish bo'lgan bilan, lekin bioximiyada hali buyrak to'liq funksiyasini tiklagani yo'q. Bu degani, demak, davom ettirishimiz kerak va e'tibor qilishimiz kerak degan ma'noni bildiradi. Ojonsi lecheniyadan keyin bolangizda nima o'zgarish bo'ldi? Demak, birinchi etapdan keyin. Birinchi etapdan keyin ishtahasi ochildi. Ya'ni umuman ovqat yemay qo'ygan bola birdaniga ochqadan qornim ochqab ketdi deyishni boshladi. Keyin uyqusi ko'paygan. Chunki aytganimdek oldin masalan umuman uxlamay yuraverardi. Hozir yo'q, normal, ya'ni
obedda ham uxlayapti, kechqurun voqera uxlayapti. Xo'p. Keyin katta hojati ham yaxshi, ya'ni insondagidek bo'lib qolgan. Axlat kelyapti. Axlat yaxshi kelib, rangi ham bir yaxshi bo'lgan. Siyligi ham yaxshilandi, ya'ni bir rangi ham svejiy rang. Hidi ham unaqangi kuchli bir nima emas. Keyin ertalab qorni og'rimay qoldi. Qorni ko'p ertalab og'rib yig'lar edi, hozir yaxshi. Keyin og'zidan hid unchalik kelmay qoldi. Deyarli kelmayapti ham. Keyin teri qichishi ham kamaydi. Oldin shu kechasidan qashlanib chiqardi, yo'q, hozir terisi qichmay qoldi. Tushunarli. Rahmat. Alloh taolo shifo bersin. Demak, bu birinchi etapimiz edi. Hali oldinda yana 2-3 ta etapimiz bor. Inshaalloh sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarim shu edi. Kesim sizlarda ham shunga o'xshash muammolar bo'lsa, bemalol tashrif buyurishingiz mumkin.